Assalomu alaykum. Bugungi bizani ma'ruzamiz bolalarda bronx obstruktiv sindromi kasallik bo'yicha bronxial astmani biz ko'rib chiqamiz. Reja bo'yicha ma'ruza da birinchi o'chirda bronx obstruktiv sindrom haqida tushunchasini gapirib o'tamiz. Ya'ni bronx obstruktiv sindrom bilan kechadigan yuzaga keladigan kasalliklar, bronx obstruktiv sindromining tasnifi, bronx obstruktiv sindromi klinik ko'rinishlari va bolalarda bronx obstruktiv sindromining diagnostikasi, bolalarda bronxial astma, ya'ni qaytarib o'tamiz, tasnifida bolalarda astmatik status qanaqa kechishi, bronxial astmani differensial diagnostikasi, bolalarda astma va astmatik statusining klinikasi va davolashi. Bronx obstruktiv sindrom bu nafas yo'llarining to'rayishi yoki okklyuziyaga asoslangan bronxial obstruksiyaning maxsus aniqlangan klinik ko'rinishning simptomlar yuzaga chiqadigan holat. Mana ko'ryapsizlar rasmda oddiy normada bronxni ko'rinishi yonida bronxial obstruksiya. Mana ko'ryapsizlar, obstruksiya degani bronxni torayishi yoki okklyuziyasi. Uni patogenezida mana ko'ryapsizlar, uni qavati qalinlashi hisobiga bronxni mushak sistemasi spazmga tushishiga, prosvetida sliz ko'paygan hisobiga, yallig'lanish hisobida bu hammasi bronxni torayishiga olib kelib, uni obstruksiyaga olib kelishi mumkin. Bronx torayishining asosiy sabablari bu yuqumli infeksion kasalliklar bo'lishi mumkin, allergik reaksiyalar, o'tkir respirator virusi infeksiyalar orasida bronxial obstruksiya ko'pincha pleural influenza viruslari 3-guruh bo'yicha va respirator sinsal infeksiya bilan qo'zg'atilishi mumkin. Boshqa mumkin bo'lgan sabablari bu tug'ma yurak nuqsonlari, bronxopulmonar tizim sistem yallig'lanishlari, ezofaga gastroenteroskopiyada masalan GERD kasalliklarda bo'lishi mumkin. Genetik kasalliklar, immunitet tanqisligi holatlarda, bronxopulmonar displaziyada, begona jismlar aspiratsiyaga, GERD kasalligi, yumaloq gelmintlar, mintaqaviy limfa tugunlarining giperplaziyasi, bronxiallar va o'shga to'qimalarning neoplazmalari, dori vositalarining yon ta'siri. Mana ko'ryapsizlar, bronxlar torayishining asosiy sabablari nimadan iborat? Bu sabablari mana shu bronxni qalinlashishi va bronxospazm hisobiga va sliz mana hammasi mana normada ko'ryapsizlar, bu bronxa obstruksiya olib kelishi mumkin. Bronxial obstruksiya sindromi bilan kechadigan kasalliklar guruhlari bu nafas olish organlari kasalliklari, bu o'tga kiradi, yuqumli va yallig'lanish kasalliklari, bronxit, bronxialit, pnevmoniya, allergik kasalliklar, astmatik bronxit, bronxial astma, bronxopulmonar displaziya, bronxopulmonar tizimning deformatsiyasi, traxeya va bronxlarning o'smirlari. Shu holatda bronxial obstruksiya sindromi biza kuzatishimiz mumkin. Undan tashqari bronxial obstruksiya sindromi bilan kechadigan kasalliklar guruhlariga bronxlar va begona jism borligi holatda bronxlarda biza bronxospazm bo'lishi mumkin bo'ladi. Aspiratsiya kelib chiqish kasalliklari, yurak qon tomir tizimi kasalliklari, markaziy va periferik asab tizimining kasalliklari, ya'ni irsiy metabolizm anomaliya kasalliklarda bronxial obstruksiya bo'lishi mumkin. Undan tashqari immunitet tanqisligi holatlari, noyob kasalliklar, boshqa kasalliklar, jarohat, bu hammasi bronxial obstruksiyaga olib kelishi mumkin. Bronx obstruksiya diagnostikasida
Bolalarda bronx obstruktiv sindromining diagnostikasi, anamnestik ma'lumotlarni to'plash, obyektiv tekshirish, laboratoriya va instrumental usullarni hammasi asoslanadi. Ya'ni bola statsionarga obosтрение paytida kelganda biza laboratoriya instrumental bilan va obyektiv ko'rik asosiy biza ko'rib chiqib uni holatini aniqlaymiz. Ona bilan suhbatlashgan holda pediatr yoki neonatolog mumkin bo'lgan etiologik omillarga e'tibor qarash shart. Shunda surunkali kasalliklar, rivojlanish nuqsonlari, allergiya, o'tmishdagi bronx obstruktiv epizodga olib kelgan epizodlar va ekologik sabablari va boshqalar. Bolaning fizik tekshiruvi bolalarda bronx obstruktiv sindromi uchun juda ma'lumot katta beradi. Perkussiya bilan o'pkani eshitganda bo'tda timpanit pulmonar tovushning kuchayishini biz aniqlaymiz. Auskultativ tekshirganda bo'tda qattiq yoki zaiflangan nafas bola olishi mumkin. Shunda quruq va hushtaksimon chalish, go'dakni davrida esa kichik kalibrli xirillashlar biza eshitishimiz mumkin. Ya'ni dag'al nafas fonida turuv va nafas xirillashlar, hushtaksimon ko'proq nafas chiqarishda eshitishimiz mumkin bolani obyektiv ko'rigida. Bronxial obstruksiya sindromi tasnifini qilganda ular har xil genezlar olib kelishi mumkin. Shunda allergik kelib chiqish bu obstruksiyaga uchraydigan sabablari bronxial astma, yuqori sezuvchanlik reaksiyalari, ya'ni pichan isitmasi va allergik bronxit holatda Layfler sindromi fonida paydo bo'lishi mumkin. Bunda allergik genezli obstruksiya deymiz. Yuqumli kasalliklardan kelib chiqqan bronx obstruktiv sindrom asosiy sabablari o'tkir va surunkali virusli bronxit, respirator virus infeksiya, pnevmoniya, bronxialit, bronxektaziya bo'lishi mumkin. Irsiy yoki tug'ma kasalliklar fonida rivojlangan bronx obstruktiv sindrom. Neonatal patologiyalar natijasida kelib chiqqan bronx obstruktiv sindrom ko'pincha aspiratsiya sindromi, strider diafragma churasi holatda, traxeofagiya o'tma va boshqalar fonida shakllanadi. Bronx obstruktiv boshqa nazariyalarning ko'pincha sifatida. Bolalardagi bronx obstruktiv sindrom, shuningdek bronxial daraxtlar begona jism tushib qolgan holatlarda, timomegaliya, mintaqaviy limfa tugunlarining giperplaziya holatda biza bronxial obstruksiya sindromini aniqlashimiz mumkin. Bugungi bizani mavzu namuna qilib, mana bolalarda bronxial obstruksiya kasallikni biza gapirib o'tamiz. Shunda bronxial obstruksiya bu bronxial daraxtning turli hujayralar, ayniqsa T limfositlar hujayralari va ezinofillar ishtirokida surunkali yallig'lanishi obstruktiv sindromda olib keladi. Mustaqil ravishda yoki dorilar ta'sirida qaytariladi. Bronxial astma nafas olishning tizimiga ta'sir qiluvchi va bemorlarning hayot sifatiga sezilarli ko'rsatadigan jiddiy va ko'p omilli kasallik deb hisoblanadi. Ushbu kasallikning etiologiyasi va patogenezi tushunishi uning oldini olish va davolashning samarali usullarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Bronxial astmani sabablari nima bo'lishi mumkin? Birinchi o'chirda oilaviy astma holatlari va allergik kasallikning mavjudligi avlodlarda astma paydo bo'lish yetishmovchidir. Muayyan genetik markerlar, allergenlar, immun javob xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu esa hissiyotni, etiologiyani tushunchaga muhim jihatda aylantiradi. Allergenlar
ta'siri, atrof muhitning ifloslanishi va infeksion agentlar kabi ekologik omillar ham astma rivojlanishida sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'simlik changlari, ya'ni chang qanasi va uy hayvonlarining berxchi, habi allergenlari, allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa kasallikning boshlang'ich mexanizmi hisoblanadi. Ya'ni mana uy sharoitida mana aytamiz, bolani qayerda ona saqlayapti, ya'ni tug'ilgandan keyin mana patronajda ham biz aniqlashtiramiz. Xonasida allergenlar yo'qmi? Masalan, ko'p kitob, gilam joylashgan xonaga bolani qo'yish mumkin emas. Chang ko'p joyda kunda yig'ishtirish xonani, bu hammasi allergizatsiyaga olib kelishi mumkin. Ya'ni sabablarga yana kelsak, allergenlar ta'siri atrof muhit ifloslarini va infeksion agentlari kabi ekologik omillar ham astma rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'simlik changlari, chang xanasi, bu yerda mana bolani sharoiti o'sayotgan hollarda pishivой allergenlar, infeksion allergenlar, virus infeksiya, masalan, bola o'zi allergen, uyda kimdir kasal bo'ldi, o'tkir respirator virus infeksiya. Bu bolani kontaktdan cheklashimiz shart. Mana bronxial astma patogenezi kelsa, mana mexanizm ajratishi mumkin. Birinchi o'chirda mana nafas yo'llarining yallig'lanish hisobiga mana allergen yoki trigger tushganda, boshqa qo'ziqarchilik ta'sirida T limfotsitlar va eozinofillar kabi immunitet hujayralar faoliyatiga ta'sir qiladi. Bu yallig'lanish mediatorlari, shu jumladan hushtaksimon va nafas olishda chiqarishda va ya'ni ekspirator hansirash boshlanadi, chunki okklyuziya hisobiga, mana torayishi hisobiga havoni chiqarishi bola qiynalib, o'shanda biz distentsion hushtaksimon eshitishimiz mumkin. Patogenezda yana muhim tarkib qismida bronxospazm ham ajratishimiz kerak. Shunda yallig'lanish mediatorlari bronxlarning shilliq mushaklarni ta'sirga qiladi. Bu uning spazmiga va nafas yo'llarining torayishiga olib keladi. Nafas qisishi, yo'tal kabi astma belgilarini kuchaytiradi. Bronxial reaksiyani kuchaytirishi bronxial astmaning xarakter belgisi deb hisoblanadi. Mana sxemada ko'ryapsizlar bronxial astmani patogenezi. Bu endi propedevtikada va patoanatomiya, patofiziologiyada sizlar bilgansizlar, allergik reaksiya qanaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni allergik yallig'lanish patogenezi sizlar yaxshi o'tgansizlar va bilasizlar. Astma rivojlanishiga moyillik bo'lgan qanaqa omillar bor? Birinchi o'chirda bu atopiya, ya'ni o'ta immuniy allergik hisobiga chiquvchi omil. Irsiyada, как irsiy kasallik, ko'pincha ona tomonidan, masalan, onasi bronxial astma kechganda ko'pincha bolada shu kasallik rivojlanishi mumkin. Bronxial giperaktivligi. Mana birinchi o'chirda bola bronxospazm kelganda darrov bronxial astma kasalligini qo'yishmaydi. Yozishadi giperaktivniy bronx deyishadi. Giperaktivniy bronxit. Ya'ni keyin retsidivирующий bronxit, bronxial obstruksiya sindromidan kechgan kasalligi. Keyin sekin-sekin pishib kelib, bola mana shu bronxial astma kasalligini biz diagnostika qilamiz. Ya'ni sensibilizatsiya qiluvchi omillari juda muhim mana shu kasallikning rivojlanishida. Maishiy allergenlar, hayvonlar, qushlar, xasxaratning epidermal allergenlari, qo'ziqorin allergenlari, pollen allergenlari, dorilar, viruslar va vaksinalar va kimyoviy moddalar. Astma paydo bo'lishiga yordam beruvchi omillarga respirator virus infeksiyalar,
bolaning onasida homiladorlik patologik holati, muddatdan oldin tug'ilishi, yomon ovqatlanishi, atopik dermatit bo'ladi yosh paytda, har xil ifloslanuvchi moddalarning ta'siri va tamaki tutuni, ya'ni passiv chakish. Nafasning bosqichlar bo'yicha biz tasniflaymiz. Ya'ni diagnostika qilganda birinchi bosqichga bola tushganda biz intermittivlovchi astma qo'yamiz. Shunda haftasiga bir marta mana shu bronx obstruktiv sindromi oyiga bir marta, 2 marta bo'lishi mumkin oyiga. Kasallikka qisqa muddatda kuchayishi mumkin. Shunda haftada 2 marta yoki kamroq tez-tez tunda bo'lishi mumkin. Kechasi ko'pincha bunaqa birinchi bosqichda bo'lmasligi mumkin. Shunda pik flometriya aniqlashtirganda uni pikoviy skorost выдоха OFB normadan pasayadi 20% ga, mana ko'ryapsizlar. Keyinchalik kasallik kuchaygan sari bola keyingi bosqichga o'tadi, yengil persistivlovchi astmaga. Bu ikkinchi bosqich. Yengil persistivlovchi astmada bu yerda alomatlar haftada bir marta yoki tez-tez, lekin har kuni emas bo'lishi mumkin. Mana shu bronx obstruktiv sindromi va hansirash holati. Kuchaysa jismoniy faoliyat olib kelishi mumkin. Bu ikkinchi bosqichda. Tungi simptomlar oyiga 2 martadan ko'proq sodir bo'lishi mumkin. Pik flometriyada mana bu OFB показатellari normadan tushib ketishi mumkin. Shunda 80% ga pikoviy skorost выхода bo'lishi mumkin. Variabilnisi 20-30% ga tushib ketadi. Keyingi kasallikni kuchayish sari bola 3-bosqichga o'tadi. Shunda o'rtacha persistivlovchi bronxial astmaga o'tadi. Shunda kuchayishi jismoniy faoliyat va uyquni buzadi. So'nggi simptomlar haftaga bir martadan ko'proq sodir bo'ladi. Pikoviy skorost va OFBlar 60 dan 80 gacha bo'lishi mumkin. Undan tashqari variabilness, ya'ni mana shu OFB показатellari 30% gacha yetishi mumkin. Keyingi holat, bolani holati kuchayganda og'ir persistivlovchi astma qadamga bosadi. Shunda ham kunduzi, ham kechasi doimiy simptomlar bo'lishi mumkin. Shunda tez-tez kunduzi, kechasi har kuni kunora haftasiga 3-4-5 marta bo'lishi mumkin. Shunda jismoniy faoliyati, uni holati uyqu buziladi. Astma namoyon bo'ladi. Shunda pik flometriyada uni ancha pikoviy skorost выхода ham OFBsi ancha pasayib ketadi. Shunda spirometriya aniqlanganda biz aytishimiz ha, bunda og'ir bronxial astma persistivlovchi og'ir variant bosqich. Diagnostika qilish uchun bronxial astma bilan bolalarni asosiy boshqaruvlar va usullar ishlatiladi. Bronxial astma bu nafas yo'llarining surunkali yallig'lanishi kasalligi bo'lib, butun dunyo bo'ylab ko'plab bolalarda ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni uni jismoniy holatiga ta'sir qiladi. Klinik ko'rinishining xilma-xilligi hisobga olgan holda astmani tashxislash murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, anamnez yig'ish, jismoniy tekshiruv va turli xil yordam orqali tadqiqot usullaridan foydalanishimiz mumkin. Diagnostikaning maqsadi nafaqat astma mavjudligini tasdiqlash, balki adekvat davolash rejasini tanlash uchun uning og'irligini baholashdan iborat. Anamnezni yig'ish diagnostikaning eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, u ota-ona va bolaning o'zini batafsil so'roq qilishidan boshlanadi. Shifokor kasallik tarixida, jumladan yo'tal hansirash va xirillash kabi simptomlarning chistotasi va tabiatida e'tibor beradi.
Bronxial astma klinik simptomlariga kelsak, shikoyatlar va anamnezdan keyin, yig'gandan keyin bizni bolada nima aniqlaymiz? Bola bezovta, ekspirator hansirash va yoki yo'tal xurujlari namoyon bo'ladi. Masofadan hushtaksimon xirillashlar eshitiladi. Ko'krak qafasi og'irligi his qiladi. Obyektiv ko'rikda ekspirator hansirash, burun qattalarini nafas olgani kengayishi, bu yerda o'pka mushak sistemasi qatnashishi mumkin. Nafas aktida qo'shimcha mushaklar ishtirokida bu burun, ko'krak qafasi, qorin qo'shimcha mushaklari ishtirok bo'lishi mumkin. Majburiy holat. Shunda perkussiyada emfizema shakllangan hushtaksimon perkutor tovush eshitamiz. Auskultativ ko'rikda quruq hushtaksimon va hushtaksimon xirillashlar havo chiqarishda, nafas chiqarishda, ya'ni ekspirator holatda fazasida uzayishi xirillashlar va aniq eshitiladi. Klinik belgilariga kelsak, bu yerda qaytarilishlar, xirillashlar epizodlari bo'lishi mumkin. Kechasi va erta tongda iztirobiy yo'tal va xirillashlar. Jismoniy zo'riqishdan so'ng yo'tal va xirillashlar. Allergen yoki palliativlar bilan kontaktda keyin yo'tal xirillashi yoki ko'krak qafasida og'irligi his qilishi mumkin. Tumor keyinchalik ko'krakka tushadi yoki 10 kundan ortiq davom etishi mumkin. Mana shu bolani astmatik status deymiz. Astmatik status ko'rinishi. Nima degani? Bu yerda 6 soat davomida biz yordam beramiz. Hansirash paytida bu yordam ta'sir qilmasa, biz astmatik statusga uchragan deymiz. Astmaga qarshi dorilar qabul qilinadi. Agar qabul qilsa, qancha vaqt oralig'ida biz hisoblaymiz uni nafas sonini, spirometrik tekshiruvga, epikfulometriya tekshiruvi asosan biz yana aniqlaymiz uni holatini. Mana bronxial astmani belgilarida mana bolani holati, ko'zi kirtaygan, ko'zi katta ochilgan, ham qo'llarini joylashi, bu yerda bola qo'rquv bo'lib qoladi, nafas yetishmovchilik holati bo'ladi. Mana bolani holati. Shunda ota-ona oldindan bilishi mumkin, bola ko'p gapiradi, tez yuguradi, harakatga tushadi, sekin-sekin hansirash paydo bo'ladi. Shunda ona bilishi mumkin, mana bola astmatik statusga olib kelishi mumkin yoki hansirashga. Shunda darrov o'zini ingalyatorini ishlatib, ona ili o'zi bola tayyorlab qo'yish kerak. Asosiy usullariga mana pikfluometr, mana ko'ryapsizlar. Bu pikfluometr albatta portativniy kasallarni o'zida, ota-onani karmanniy na cho'mchagida bo'lishi mumkin. Bu narsa biza keng ishlatamiz. Ya'ni bola o'zi mustaqil aniqlashi mumkin o'zini OFB показательlarini. Ya'ni asosiy diagnostika usullari biri spirometriyadan tashqari, bu yerda bolani mana shu astmatik status holatda tushganda biz albatta o'lchashimiz kerak. Obstruksiya tushganda, masalan, yot jism holatda ham nafas yo'llarini obstruksiya mavjudligi ta'sir hisobiga mana shu tekshiruv hisobida bronxodilatator bilan tekshirish astmaning xarakterini belgilari bo'lgan obstruksiyani qaytarishi aniqlaymiz. Buning uchun bizni spirometrik показатель spirometr orqali aniqlashimiz mumkin. Bundan tashqari pikfluometr oddiy asbob. Bu pikfluometr yordamida maksimal nafas chiqarish tezligini o'lchash imkonini beradi. Ushbu usul ota-onalar va shifokorlarda bolaning o'pka faoliyatini kuzatib borishga va dinamikada astmani nazorat qilishga yordam beradi.
Bronxial astma uchun funksional laboratoriya testlari bor, ya'ni tashqi nafas olish funksionalarini baholash, bronxial astmaning barqaror remissiyaga amalga oshirish kerak. Hozirgi vaqtda bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning ahvolini kuzatish uchun pikvometriya qo'llanadi va uyda kuniga 2-3 marta eng yuqori ekspirator oqimi o'lchash imkonini beradi. Bronxial astmani ular davosi asosiy mana shu yallig'lanishga qarshi terapiya tashkil etadi. Mana qanaqa preparatlar ishlatamiz? Mana kremoglikat natriy hozirgi kunda juda keng ishlatishadi. Shunda mana o'zi umuman olganda bizada allergik sentr bor Toshkent tibbiyot akademiyada. Shunda bolalar uchetda turishadi. Shu allergiya sentrda bolalarni har bitta bolani davoda yurgan bolalar o'zini kundaligi bo'ladi. Kundalikda dietadan tortib to uni ingalyator ishlatish, qanaqa dorini ishlatish hammasi yozuvda beriladi. Salbutamol preparati, kremoglikat natriy, nitokramil natriy. Если og'ir уже bronxial astma bo'lsa, biz уже kortikosteroidlarni qo'shamiz. Undan tashqari bolani spesifik immunoterapiya olib boramiz. Mana shu preparatlar, masalan, kremoglikat natriy va nitokramil natriy yengil bronxial astmani davolashga asosiy o'rni egallaydi. O'rtacha og'ir va og'ir kechgan samarada kam ta'sir qilishi mumkin. Mazkur moddalar surunkali yallig'lanishda allergik reaksiyani, ingibitorlarni va bronxning giperaktivligini shu dori-darmon kamaytiradi. Davosiga mana biz aytdik, og'ir holatga tushgani kortikosteroid preparatlar biz qo'llaymiz. Shunda bir xil preparatlar qandaydir bolalar uzoq davomida priyom qilgan bo'lsa, ularga ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, oddiy salbutamol. Shunda biz kombinirованныйda kortikosteroidlari ichida bor preparatlarni biz qo'llaymiz. Shunda bolalarni yallig'lanishi ancha kamayib, ya'ni prolongiрующий действие deymiz, uzoq davomida ta'sir qiladigan preparatlarni biz qo'llaymiz. Mana hujum davrida, ya'ni astmatik statusda biz albatta kontrolga olishimiz kerak bolalarning holati. Shunda biz bir tez holatga shu astmatik statusga tushganda bolaning nafas sonini, pikvometriya показательlari, uni holati biz aniqlashtirishimiz kerak. Shunda biz har xil preparatlar qo'llaganda, mana ko'ryapsizlar, salbutamol preparati bitta najatiyasi yuvarishi 100 mikrogramm hisoblanadi. Shuni 4 mahal har 5-6 soat qo'llashimiz kerak. Terbutalin preparat или brikanil, fonatorol, biratek. Mana bu ikki organizm uzoq davomida ta'sir qiladigan preparatlar salmeterol, formoterol preparatlarni biz keyin qo'llaymiz. Mana ko'ryapsizlar, ingalyatorni to'g'ri ishlatish kerak. Mana nafas sonida vdох qilib, nafas olib, именно nafasni dori yaxshi kirish uchun выдохda biz najatiya qilib, bu dori-darmonni biz qo'llashga bolani o'rgatamiz. Mana keng ishlatadigan preparatlar, mana Montelukaz preparati hozirgi kunda ishlatiladi. Keyingi preparatlar Pulmicort preparatlari turbuxaler hisobiga. Mana bu endi salbutamolni biz hammamiz bilamiz. Mana Symbicort preparati, bu ichida butisanid va formoterol preparati bor, turbuxaler. Bu preparat prolongiрующий действие juda yaxshi va kuchli ta'sir qiladi o'sha o'rta og'ir va og'ir bronxial astmada. Mana hujum qilganda, davo olganda astma davolashda algoritmi. Mana qadama-qadam kuchaygan sari bizni u ishlatadigan dori-darmonimizni mana biz ko'paytiramiz. Mana boshida birinchi qadamda bolani hali biz oddiy salbutamol
birinchi, ikkinchi qadamni ishlatamiz. Mana ko'ryapsizlar, uchinchi qadam kuchaygan sari biz glyukokortikoid preparat, ya'ni prednizolon qo'llaymiz. Mana shu og'irligini baholab, anamnez va jismoniy ma'lumotlarni yig'ib, dastlabki terapiya olib borgandan keyin, ya'ni niqob orqali boshida kislorod berishimiz mumkin. Qisqa ta'sir qiluvchi beta-2 agonistlar biza qo'llashimiz mumkin. Har 20 daqiqada 1-2 dozadan soat davomida spacer orqali biza preparat yuboramiz. Ya'ni simptomlarni qayta ko'rib chiqib, yaxshilagan holatini biza kontrolga olamiz. Mana shu astmatik statusga tushganda qisqa ta'sir etuvchi beta-2 agonistlar, salbutamol, terbutamol, fenoterol preparatlar, bular mana shu dozasi mana ko'rinib turgan, bitta yuvarishi 100 ta mikrogramm bo'lsa, 4 mahal 5-6 soat orasida bo'lishi shart. Oldini olish uchun birinchi o'chirda biza profilaktika qilamiz birlamchi. Birinchi o'tda sog'lom turmush tarzi, immunitetni mustahkamlash, mehnat sharoitlarini yaxshilash. Ikkilamchi profilaktikaga kasalning chuqurlanishi oldini olish, o'z vaqtida davolash, tibbiy tavsiyani rioya qilish, parhez, ya'ni allergiya chiqaradigan chaqiruvchi ovqatlarni cheklashimiz shart. Birov xavfsizlik bilan tezda tiklanish uchun sizga kerak bo'ladi kuniga 5 marta ovqatlanish, oqsillarga e'tibor berish kerak. Shunda vitamin A, E, C, B1, B12 vitaminini iste'mol qilish. Kuniga kamida 2 litr suyuqlik ichish. Bolalar uchun 1 litr deymiz. Sog'lomlashtiruvchi ichimliklar, ya'ni oldini olish uchun sanator kurortni davo. Ya'ni bu bolalar dispanser nazoratiga tushadi. Surunkali kasallik bo'lgani uchun bular bolalar 3-guruhga tushadi. Bilasizlar, dispanserizatsiya 3 ta guruhda: kompensatsiya, subkompensatsiya va dekompensatsiya davrlari bor. Shuning uchun vaqtida biza uni patogenetik davo qilib, dispanser nazoratga, oilaviy poliklinikaga, umumiy avliyo shifokorga va allergologga biza bu bolani yuvorib, dispanser nazoratiga, shu to sanator kurortniy davogacha bu kasallikni oxiriga yetkazib oldimizga olishimiz shart. Shunda bola tez tuzalib, shu kasallik yo'q bo'lishi mumkin. Ya'ni oldini olishda biza bu bolani kontrol qilsak, prognozi juda yaxshi bo'ladi va uchetda tez yechadi. Mana 3 oy davomida astma statusi bo'lmasa, hansirashi kamaysa, biza dispanser nazoratidan bu bolani tushirishimiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Bizani leksiyamiz tamom bo'ldi.